Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga. Jizzax Xo'roq mebellari jamoasi yana bir to'sqinlik joylariga keldik. Bugungi manzilamiz Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidamiz. Ya'ni biladiganlar bor, Gulistonning mostidan to'g'ri o'tasizlar, ichkarigacha bir 60 km, 35-40 km atrof chamasi uzra. 35-40 km atrof chamasi. Ya'ni Jizzaxdan lokatsiyasini o'rgandik, 160 km chiqdi. Bilasizlar, 150 km gacha bepul dastavka qilamiz. 10 km xudo xolisa obunachimizga bonus bo'lib ketdi. Jizzaxdan shu tarafga kelib, dastavka ustunovkasini xudo xolisa bexijolat, bepulga dastavka qilib beramiz. Ana endi sizga xonani ko'rsatib o'tamiz. Agar montajda adashmaydigan bo'lsangiz, montajda to'g'risi qilishga erinmasangiz, mana shu yerga chiqarib qo'yamiz. Mana shu mebelimizni shu xonaga terib berishimiz kerak bo'ladi. Endi qaranglar nima bo'ladi. Xonamiz sal torroq, uzunasi 290, balandligiga bir 5 metrlar bor. Ana sizga tushishi. Bu taraf hovlidan kirib kelish pardalar qilingan. Endi qarang nima bo'ladi. Shkafimiz uzunasi 240. Iloji bo'lsa xonadonlaringga, ya'ni uylaringga oladiganda bir chamasini, ya'ni hisob kitobini olib qo'yinglar, bir o'lchovlarini olib qo'yinglar-da. Ukajonim, uyimizda joyi shunaqa deylar, sizga proyektni ham xudo xolisa qilib beramiz bepulga. Xo'ling bizdan oling, xo'ling boshqadan oling, unisi bizga farqi yo'q. Biz nima desak bo'ladi? Savob uchun ham o'sha proyektlarni qilib, chiroyli qilib chizib berishga harakat qilamiz. Endi qarang shuni. Uydagilar xohlashibdi, spalnining boshi bu tarafda bo'lsin ukajon. Shkafni bu tomonga qo'yish kerak, bu tomonga tremosini qo'yish kerak edi. Endi shkafini, mana shkaf uzunligi bo'ladi, ya'ni 240 bo'ladi. Xudo xolasa xonalarga chiroyli bo'lib ideal tushadi degan umiddamiz. Mana bu yerda taxmonlari bor ekan, ko'rpa yig'ilish kerak, baribir yig'ib olish uchun ozroqroq joy qoldiramiz, lekin bu tarafiga shkafni qo'yamiz, shkafdan keyin tremosini bu tarafga qo'yamiz. Mana bu tarafga spalnisi uzunasiga bo'lib turadi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa ustunovkani qilib, sizga chiroyli qilib yana bitta video qilib berishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, like chani bosib qo'yinglar. Nasib bo'lsa, biz ish faoliyatini boshladik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldirganmiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'sh, nasib bo'lsa, ustunovkalarni yakuniy yetkazdik. Aytib o'tganimizdek, bugun Toshkent viloyatida mehmondamiz. Ana endi mana xonaga tushgani ko'ring. Bu aytganimizdek shkafni bu tarafga qo'ydik, tremosi bu tarafga sig'madi, shuning uchun mana bu joyga qo'yishga majbur bo'ldik. Spalnisi mana bunday holatda. Spalnisdan boshlaymiz. Spalnisi 210 ga 170 standart razmerda. Biz machalkali qilganmiz. E'tibor beringlar. Xohlasangiz machalkali oling, xohlang matrosli oling, farqi yo'q. Matrosga отдельно hisob bo'ladi. Parallel ortoped, parallel machalka desak mana shunaqa bo'ladi. E'tiborga qo'yaman. Ranglardan muammosi yo'q bo'laveradi. Spalnisi 210 ga 170 bo'ladi. Mana sizga yonlari bilan, mana sizga bosh tomoni. Ranglardan aytganimizdek tanlov bor. Spalnisini ko'rsatib o'tdik. Ikkita to'michkasi ham bo'ladi. O'sha shkafchiga bo'lganmiz, uni ko'rsatamiz. Shkaf uzunasiga 240, ichlari 50 cm, balandligi 215, 217 lar chiqadi. Ana sizga yuqorida plafonchasi bor. Mana bu yondan ko'rinishi, yonlari ham 50 cm bo'ladi, ichlarini ko'rsatayman mana sizga. Bu taraf kalta kiyimlar uchun bitta beshilka, ikkita beshilka, mana bu yerda polkasi ham bor. Bu taraf kiyovlar uchun mo'ljallangan desak ham bo'ladi. Oshmoshlarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4 ta. Tarbiya yo'farsangiz, o'zi asta yo'falang, davchik mexanizmli deyishadi-ku. Ana shunaqa aslan vakuum deb aytamiz biz. Ana shunday holatda mana rovna bo'lib yopiladi nasib bo'lsa. Endi o'rtasiga o'tamiz. O'rtasi mana bunaqa yonlariga chaqlangan bo'ladi. Ruchkachasini ko'ringlar. Ruchkachasi bitta bo'ladi. Ana sizga ichlari bilan. Polkalari ham anchagina uzungina, bunchagina kaltagina emas. Xo'p, biz olib keldik Toshkentga. Endi qayerligini aytmaymiz. Endi shu o'zlari, shu mahalliy, shu atrofda odamlari ukajon bozorga bordim, mebelni ko'rdim deyishyapti. To'michkasini ko'rdingiz-a? Mebelni ko'rdim o'zimizda dedi. Ichlari ukajon 40 cm ekan deyishdi mana bu yerdan. Ichlarini o'zi 40 cm ekan. Sizlarga 50 cm ukajon 10 cm ga katta ekan yana temboli deyishdi. Endi bilmadim, yana narxlari ham anchagina hamyon bo'lib, yana olib o'zlaring ustunovka qilib bitarkansizlar deyishdi. Endi rahmat maktab qo'yganlar uchun. Ko'ringlar, kimga xizmat qilamiz kerak bo'lsa 150 km gacha dastavka ustunovkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Ana bu sizga tremos. Tremos uzunasiga 140 bo'ladi, balandligiga 175, 180 bo'ladi, plus minus. 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha bo'ladi. Mana sizga ishlar. Mana bu polkalar ba'zilarida bo'lardi, ba'zilarida bo'lmaydi. Iloji boricha bitta eslatib qo'ysangiz, o'zingizga polka qilib beramiz. Mana yopilishini ham ko'rdingiz. Mana bu yerda qulfchalari bilan nasib bo'lsa. Yuqorisini ko'rsatamiz, ana sizga yuqorisi. Oynalari ham zillar chaqlangan bo'ladi bu tomonni. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilishga qo'yinglar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunovkalari mutlaqo bepul. Videomizni o'g'irlaydiganlar bor, to'g'ri shu narsalar, chunki mana shu videosiga bossangiz, kanalga kirsangiz, kanalda videolar chiqadi. Ana shu videolarda men chiqadigan bo'lsa, mana shu bizning original kanalimiz bo'ladi. Bizdan boshqalar ham videoni o'g'irlashyapti ekan, mayli hammaning hisobini o'ziga bersin. Telefon qilinglar, dastavka ustunovkasi ekan Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha.